Bilib qol Güzelnur. Sening mush güzel chiroying demisam, mening orqamda yuguraydigan qizlar samandek jumamasang deb qo'yay. Polo itibdi oppoq qilib. Yo'q apa, men ishamayman. Güzelnur hargiz bunday qilmaydi apa. Bundaq kunga qog'ich o'libdi kassam bo'lmamdi. Bu mumkinmi apa? Xo'p bo'ldi. Toza xo'p bo'ldi. Bu qalandaning qizi. Men o paskinini oshni o'ynag'an to'yg'izmaydigan bo'lsam, Odil degan ismimni yutib ketma. Men maktabda o'qimasam mayli jinim oppa. Men nahiyaga berib oshxonada qochib pul topsam bo'ladi oppa. Sen yo'shirun oshni o'ynagan bo'lsang, men sen ko'zingga ko'z tutib o'ynayman, qarab tur. Meni o uyga intibog'im yo'q jinim oppa. Ayta qanjoq. Sen Merdan degan o oshni yaxshi ko'ramsan yoki menimi? Gap qilalarni. Doktor, ayolimni quzinglar. Qizim qandoq bu holga tushib qoldi? Bakli cho'ng'uda qildi. Oshni o'ynadi, oshna. Sinaman qilgan tarbiyam, ham yo'qtirgan yomon illatlaringdan men mushkul qoldim. Javobgar yolab elib kirasan. O hayvon iflos. Pulga tikilgan hayot. Abdori Chimengul Ayub. 1-qism. Kuz oylarining biri edi. Yopirmoqlar sarg'ayib xuddi usul o'ynayotgan qizdek to'lg'uchib bir taldan yerga larzan uchib tushyotdi. Yoz kunlari jonga rahat berib odamning yuzlarini yenikkina suyib o'tadigan mayin shamollar mana amdi odamning yuzlariga muzdek urlatdi. Aqsu shahrining ma'lum noyisining chetiga joylashgan Anarning donisidek zichchida bir mahalla bo'lib, bu mahallaning sal oyoq tarafiga joylashgan tomlari o'rilib tushayli deb qolgan kesak tomliq, yog'och darvozliq, qarmoqli noyatdan nomrodligi chiqib turadigan vayrona, ammo pokiz ho'ylining o'ttirsidagi bir tup cho'ng olma daraxining ostida bir chaqliq meyba harvusida bir notvan qiz buloqdek qop-qor ko'zlarini bir chatgili tikkan holda tinish ko'l suyidek jim o'tiradi. Bu notvan qizning beshiga qizil gullik bir ko'ni yog'liq chegilgan bo'lib, bu qizning sumbul chochlarini mo ko'gili bo'lmaydi. Bu qizni opis Potamxon birdan bo'lsa havoyi sundab, bu qiz kichik chig'ida dotisiga yordamlashib, o'z qo'li bilan tikkan olma daraxining ostiga chaqliq harvasini ishtirib ep chiqib qo'ygan edi. Potamxon bechora qizga qarab, eg'ir tatib, ma'yus holda beshini chayqab qo'yapti. Oradan uzun o'tmay, bu g'ayribona ho'yliga Merdan kirib keldi. Güzelnurning opisi Potamxon uyda tamoq tayyorlik qilayotgan bo'lib, o'ylida chaqliq orudiki shahlo ko'zlik Güzelnurdan boshqa hech kim ko'rinmaydi. Merdan asta kelib Güzelnurning chaqliq oruvisi oldiga tizilib o'tirib, uningga tafsiliy qarashga boshladi. So'zi qosh tishdek yuzlar. Qarlig'ashning qanotlarida qop-qor inchiq qo'shim qoshlar. Eqib tushgandek chiroyli burunlar. O'ymaqdek kichik jinnastida qizil lavlar. Yana odamning aqlining lolqig'idek shahla ham jodu ko'zlar. Burun bu ko'zlardan mehr muhabbat, nur yig'ib turgan bo'lsa, mana hozir bu ko'zlardan xo'rliq, miskinlik chiqib turadi. Merdan o'z-o'ziga to'xtamay savol qo'yadi. Qani u ayni chog'lardagi mehr muhabbat yig'ib turgan ko'zlar. Voy, Merdan balam, qachon kelgan edingiz? Uyda tamoq qilaman deb kelganingizni bilmay qoptiman. Sat bo'pti balam. Merdan ochiq xiyollarga g'arq bo'lib ketgachga, Güzelnurning opisi Potamxonning o'ylig'i qachon chiqqanini to'ymay qolgan edi. Merdan cho'chib orqasiga qaradi.
Potamxonning keyindili o'ziga mehr bilan qarab turganligini ko'rib, xijil bo'g'nicha uduqqan holda. Potamxon ama, Mamati hozir kelgan. Potamxon bo'lsa aradagi o'ng'izsizlikni tugutish uchun, "Ha, bolam, uydagi cho'nglar yaxshi-du?" Yaxshi Potamxon ama, sizlarmi yaxshi turgansizlar? Rost, Rahmon kam yaxshi turganda? Mardanning Rahmon kam degini bo'lsa, o'ylidagi olma darxi ostidagi o'ltirgan buloq ko'zlik Nativan qizning tatisi edi. "Yaxshi bolam, yaxshi. Ha, qani, uy kiring bolam, uy kiring." Mardanmo ortiq takallub qilmay, Güzel Nurning chaqliq qarusini ishtirib uyga kirdi. "Qani bolam, yuqorga o'ting. Siz o'ltirib turing. Men tamoqni tayyor qilay bolam." Bo'ldi Potamxon ama, tamoq yegili boshqa kuni kelama. "Undaq demang bolam. Tamoqmi tayyor bo'lib qolgan. Jindak o'ltirib turing. Mana hozirla chiqaman, ha bolam." Potamxon oshxona uyga kirib ketib, hayal o'tmayla ikki taxsi poloni ko'tarib chiqdi. Tamoqdan keyin Mardan o'ng'aysizlangan holda: "Potamxon ama, agar ma'qul ko'rsangiz, Güzel Nurni boqqa elib chiqib aylantirib kelay degan. Ko'ngli ichilib qolsa, xotirasining boldiroq asliga kelishiga foydali bo'larmikin deyman." Mardanning bog' degini bo'lsa, Güzel Nurning uyining kaynidagi olma darxi bilan bo'kkida bo'lib ketgan ko'limi nihoyat cho'ng bir bog' bo'lib, bog'ning kayni tarafida kang ketgan bir daryo bor bo'lib, Mardan bilan Güzel Nurning tunji muhabbati mana mushu daryo bo'yidan boshlangan. Şoňa Mardan Güzel Nurni bu bog'dan o'tib, shu daryo bo'yiga ilib chiqsam, xotirasining asliga kelishiga ozroq bo'lsa-mu foydasi bo'ldi deb o'ylab shundoq degan edi. Potamxonmo eg'ir birni o'xsinib qo'yib, "Bo'pti bolam, beringlar. Bechora qizim helimi hayotining xushalligini ko'rib boqmadi. Mushu qizim xushal bo'lsa, men shuningga xush. Buningdan keyin mush qizimning xushalligi uchun bu arzimas jinim tasadduq bo'lsin." Bo'ldi hamma, ko'nglingizni yerim qilmang. Güzel Nur mehribon ham yaxshi qiz. Ishonma, taqdir oq ko'ngil kishilarni hargiz noumid qo'ymaydi. Güzel Nur cho'qim saqib ketdi amma. Mardan shundoq deb chaqliq o'rindiqni ishtirib, kayni eshikdan chiqib ketdi. Potamxon bo'lsa, ko'zlariga yana yosh og'an holda qizining kaynidan bir hasa qarab turgandan keyin o'yladiki kichik o'rindiqni qizi Güzel Nur ayni chaqda o'z qo'li bilan tikkan yo'g'on olma darxining yeniga qo'yib o'ltirib, ayni chaqlardagi shirin tatliq, ochiq ham azobli xiyollar ichiga sho'ng'ib ketdi. To'g'ri, Potamxonning olamcha xushalligi, baxtli kunlar bo'lgan. Garchi turmushi nomrod o'tgan bo'lsa-mu, chehridagi baxtdan tiliqib kulgan. Qachon qizi Güzel Nurga bu balo qazo keldi, Potamxonning chehridagi shodlik nurmi qayg'uga, miskinlikka, gunohkorlik tuyg'usidagi chiroyi ifodasiga almashdi. Qizi Güzel Nurning ham shundoq baxtlik, xo'shal vaqtlari bo'lgan. G'amsiz o'ynab kulgan. Dadasi Rahmon ota-onasidan kichikli yetim qilib, yo'qsizlikdan, ocharchilikning dardini yetkichi tatib, boshqalarning ich og'ritib, aychiqib bergan bir china ishi bilan qursoq to'yg'izib cho'ng bo'lgan bir yetim bol edi. Onasi Potamxonning dadasimi Potamxon kichik chig'dala olamdan o'tgan bo'lib, yolg'iz onasi bilan ikki eg'izliq uyda yo'qsiz namrat cho'ng bo'lgan qiz edi. Potamxonning opasining yeshi texi 50 ga bormay turibla, yo'qsizlik jaboliq turmush uni hozirtib xuddi 65 yoshlarga kirib qolgandekla qiyrtayotgan edi. Rahmon oyig'i yenik bola bo'lg'ashqa mahalladagi xili oilalarning ishini qilib berib qo'saq baqatdi. Potamning opasi Oyshamning Potamdan boshqa bolasi bo'lmag'ashqa eg'ir yenik ishlarda Rahmonni chaqiratdi. Rahmon mu pat-pat Potamni ko'gil kagash bu oilaning eg'ir yenik ishlarini qilish bagli keladi. Potamxonmo yilidan yilga Rahmon aka choy iching deb nozliq biqib, Rahmon choy ichivilang deb uningga choy sunatdi. Buni sezgan Oysham ona
qizi Patamxonning Rahmon bilan bir-biriga issiq o'tishib qolganligini bilib, o'zining bag'incha ojizlab ketayotganligini, yana kelib yuragining turib sanchib og'rilishlaridan o'ziga kelayotgan o'lim purqini puravotgandek, qizi Patam bilan yuvosh yumshoq, bir tal shivinga yomonlik o'ylamaydigan oq ko'ngil Rahmon ikkisining beshini qo'shib qo'ydi. Hem Rahmon qo'ylarini beqib qo'saq to'yg'izib o'tayotgan Mudham boyning uyidan o'zining uyiga ish ko'yol qilib akilib oldi. Shundaq bo'lgandimi, bunda qadidan ziyoda Namrat oilaning qizinimi mushkamgacha bir oiladan o'g'liga so'rab kelib baxmagan edi. Uning ustiga Patamxonning bakla teni ojiz uruq arvaqdakli bir qiz edi. Rahmonmi to'ydan keyin bu uyning jon yildizi bo'lgan 2 moy, ya'ni ko'ngil qo'yib terib, boshqalarning o'tinini yerib, suyini tushib, qish kunlari qorlarini tozalab, yo'qdan yaxshi kun kechiradi. Mana 8-5-gacha Rahmon bilan Patamning to'yi bo'g'limi 5 yil bo'lgan. Yoz oylarining bir kuni Patamxonning onasi Oysham ona to'ysiz og'rib qilib, o'rin tutib yetib qoldi. Oradan necha kun o'tib, Oysham ona qizi Patam bilan kuyovli Rahmonni yeniga chaqirib, noiti bo'g'iq ovozda qiziga: "Qizim, men saqlayamaydigan o'xshayman. Mendan keyin qolsanglar, bir-biringlar bilan hargiz urushmay, inoq ittifoq o'tinglar. Jinim bolam. Mendan sizlarga qoldirg'idek musha qo'rojoydan boshqa hech nimam yo'qkan bolam. Mendan rozi bo'linglar. Undaq demang jinim ana. Siz saqib ketsiz. Rahmon, keling bolam. Yenamga keling." "Mana men ana, mana men." "Bolam, men bo'lamaydigan o'xshayman. Bu dunyolikdagi bir tal qizimni sizga topshirdim. Meni yaxshi baxtinglar bolam. Men sizlardan rozi. Rozi jinim bolam." Oysham onaning so'zi tugishi bilan beshi bir yong'i saqib qoldi. Oysham ona bu tangsiz jahonni, Namrat yo'qsiz turmushni, bu dunyolikdagi yolg'iz qizni tashlab, u dunyoga ketib qolgan edi. "Ana, jinim ana, yo'q, siz o'lmaysiz. Siz o'lmaysiz ana. Meni bunda qo'rqitmang. Ana, ko'zingizni oching, jinim ana." Patamning yig'isi palakka yangridi. Qo'shnilar birdan ikkidan kirib, Oysham onaning o'lim ishlarini tugatdi. Patam ko'zlaridan munchaq yoshlarini to'kkinicha yig'lab o'tiradi. Qo'shni ayollar biroq quri tasalli berib qo'yib, o'z uylariga chiqib ketishdi. Patam onaning o'limidan keyin bakli tugishib, o'rin tutib yetib qoldi. Rahmon Patamning atrofida parvona bo'ladi. Mana Oysham ana vafot bo'lganig'imi 10 kundan oshdi. Bu jarayonda Patam eri Rahmonning kuyini ishi, bu yerlarda ishlab tepib kelgan ozgina pulga yaxshi yemekliklarni akilib, yaxshi beqishi natijasida asta asliga keldi. İkisi birga ishlash jarayonida boshqalarning ijizlarida ishlab, xeyli yomon emas pul tepib oldi. Bu kunlarda Patamning boshqa qo'lim qo'shnilarning ishlarida o'ynab yuradigan umoq kichik bolalarni ko'rsa, o'ziningmi ona bo'lish istiki uni iskanjiga oladi. Kunlar shu taraqida tezdan o'tib 8-5-gacha oradan 1 yil o'tib ketdi. Ular to'y qilg'ili 6 yil bo'lgan kunlarning birida Patamning mijozida o'zgarish bo'lib, tamoqni ko'zla ko'ngli ilishadigan, hech narsani ko'ngli tatmaydigan bo'lib qoldi. deydi u to'xtamay qayqilib. Rahmon ayoliga qarab har xil xiyollarni o'yladi. Lekin yanada Patamdan xotirjam bo'lamay, uni bu mahaldagi xili kasallarning tomirini tutib, mijozini bilalaydigan ham tug'ut onasi deb nomi chiqqan Oyim onaning uyiga ilib berib, ahvolni aytdi. Oyim ona 70 yoshlarning qarasini olgan, bug'doy o'ng, ko'zlari yo'g'an,
chiroydan mehrlik yig'ib turadigan, mo'yshu yeshig'icha bola yuzi ko'rib boqmagan, qadinas yo'ldishi kasal sababidan o'lib ketgan yolg'iz tul ayol edi. Oyim ana ularning gapini anglab, "Ha, bo'ldi bolalarim. Yura qizim. Men seni tekshirib boqay," deb Potamni ilib uyga kirib ketdi. Rahman o'yladiki, kichik karvatda Potamdan ansirab perişan o'tiradi. Oyim ana o'zining bilishi bo'yicha bir qator tekshirishib chiqqandan keyin xo'shal holda "Muborak bo'lsin. Qizim muborak bo'lsin. Sen ona bo'g'ideksan," dedi. "Rostmi?" Bu gapni anglagan Potam olamchi xush bo'lib ketdi. Oyim ana bilan Potamning ishdan chiqqanini ko'rib, Rahman yugurib ularning oldiga keldi. "Oyim ana, Potamga nima ish bo'pti?" "Ansirma o'g'lim. Sen dodi bo'lding. Sen dodi bo'ldigan bo'lding." "Nima? Rostmi? Rostmi xotin? Men rost dodi bo'lamdim?" Rahman xushalligidan Potamni likkida ko'tarib bir nechini cho'giltibdi. "Voy, men dodi bo'lgan bo'ldim. Men dodi bo'lgan bo'ldim." "Voyjon, qo'yitira. Voy qilin, sarang." Oyim onam qarab tursa, izzat atmay qilayotgan ishingizni. Rahmanmu xushalligida oyim onani unutib, kichik boladek qilgan ishidan qizdirib, Potamni asta yerga qo'yib qo'ydi. Potam izzat topqinidan ikki qo'li bilan yuzini atginicha yugurib chiqib ketdi. "Voy Potam, to'xta xotin." Rahmanmu shundoq deginicha Potamning keynidan yugurib chiqib ketdi. Oradan 2 oy o'tib ketdi. Potamning sezigi shunchalik qattiq ediki, har qatim yegan tomog'i eg'iz burundan yong'inda ko'zlaridan marjandek yosh to'kib turib, "Voy jinim balam, yo'ruq dunyoga qachonmi ko'z ochsan? Qo'zam, jinimni ilib jangalda qo'ydim. Ona bo'lishning bu qadar qiyinligini bilgan bo'lsam, nima qilatdim ona bo'lishni orzulab? Onani bunchalar qiynama bilam." Mana Potamning qo'rsqig'imi 6 oydan eshib qoldi. Sezigi xeli pasayib qoldi. Qo'rsqi kundan kunga yo'g'inab, ularni olamcha baxtga cho'mdiradi. Rahmonmi kundan kunga tirishib ishlab, tug'ilish oldida turgan farzandini ham ayolini yaxshi beqish uchun pul tepib o'tadi. Potam bo'lsa kunda uy ichidagi ushaq ishlarni qilg'ash, tomoq etib, erning yo'liga qarash bilan o'tadi. Rahman herib ichib qaytib kelganda, ayolining kundan kunga yo'g'inayotgan qo'rsqini ko'rib turib, oldiga issiqqina bir china oshni qo'yganidan o'zini dunyodagi eng baxtli erdek his qiladi. Kechlar yotqanda Potamning qo'sqini yeni silab, "Qizim, qizim" deydi. İkinci qism. Bundaq chaqda Potam xafa bo'lgandek tumshig'ini ushlab turib, "Yo'q, bu degan qiz emas, o'g'il. Men sizga paxlandek o'g'il tug'ib beraman. U tezroq cho'ng bo'lsa, maktabdan qaytganda sizga yordamlashsa, nima degan yaxshi-a?" Rahman o'ziga buncha kuyinadigan ayolning bo'lganligidan faxrlanib, Potamning yuzini yenik chimdab qo'yadi. Bir kuni Rahman ayolning tug'ayli deb qolgan qursaqlariga, eg'ir qadamlariga, putidagi sapmi kiyashgimi patmig'idek bo'lib ishib ketgan putlarga qarab, "Jinim xotin, meni kechirgin. Men bir yaxshi er emasmanmi? Sen yilimi menga bola tug'ib berma deb bir tarafdan uyning ishlarini qilib, yana bir tarafdan tomoq etib, bakil charchab ketyapsa. Putlarimni ishib ketibdi. Men hatto seni bir qatimda doktorxonaga olib bormadim. Meni kechirgin xotin." "Voy Rahman, nimalarni deydigansiz? Men doktorxonaga borsam, bir muncha pul ketadi. Bu pulni doktorxonaga bervasak, bola tug'ilsa qiynalib qolamiz. Xotirjam bo'ling-a. Yangi borsamla yaxshi bo'lib qolaman," deb eriga tatliqina aklab qo'yadi. Mana ko'z oylarining birida Potamning to'lg'og'i boshlandi. Potam uyda yolg'iz bo'lg'achqa to'lg'oq azobiga chidab erining kelishini saqladi. Kechmi kirdi. Potam erining yo'lga qarab
Yeli eshik oldiga chiqib qarab, yeli uyga kirib o'ychanlab o'tiratdi. Mana Rahmonmi keldi. U eshikdan kiribla chiroyi tomdek tatirib, chiroyi qon didori qolmagan, og'riqdan o'ychanlab o'ltirgan ayolni ko'rib, "Nima bo'ldi, xotin?" "Men bilmayman. Qo'sqim bek og'rib ketdi." Nima deydigansa odamni ansirtab, "Yura xotin, doktorxonaga borayli. Yangiydigan vaqting bo'lgan o'xshaydi." Voyjon Rahmon, sizning og'zingizga doktorxonadan boshqasi kelmaydi azodi. Bilamsiz, uyda bor pulni doktorxonaga berib olsak, ona bola ikkimiz doktorxonadan chiqqandan keyin qanday qilamiz? Uning ustiga men doktorxonaga ulgurmayman. Siz to'la doktorxona davamay. Tez bo'ling. Oyim onani chaqirib keling. Tez bo'ling. Voyjon. Ma'qul, men chaqirib kelay. Rahmon shundoq deb aldirab chiqib ketdi. Qilib urilgan yog'och darvozaning ovozidan oyim ona ajablanib, bu kashti kelgan kimdo amdi deginicha chiqyotdi. Darvoza qilib yana urildi. Mana keldim. Darvozani yerib bitdigandek urib, "Kim o?" "Men oyim ona, men Rahmon." Oyim ana darvozani ochib, jiddilashib turgan Rahmondan so'radi. "Nim bo'ldi bolam? Nimancha jiddilashib ketding?" "Tez bo'ling oyim ona, patam u." Voy, cho'ng bir erkish turib, nimandaq tilingni chaynaysan? "Voy bolam, nim bo'ldi? Qash degina?" "Patamning qo'rsiga og'rib qoldi. Qarag'anda bo'shindigan o'xshaydi. Doktorxonaga olib boray desam, sizni chaqirib keling deb unimidi. Shunga kelishim." "Voy, bolam, mundaqda. Ha, bolam, bo'la, yura. Oyim ana eshikni etmasdan Rahmonning uyiga qarab yurib ketdi. Oyim ana kelganda patam ochiq to'lg'aqdan o'zini supi ustiga tashlab, har yonga to'lg'inatdi. "Voyjon, men chidayolmayapman. Voy!" Oyim ana ahvolning jiddiyligini bilib, Rahmonni teshidagi uyga chiqarib etib, patamning ostiga bir kona adyalni selib yotqizib, o'zi patamning oyog'i tarafga o'tib, yelidan yeliga g'ayrat qil. "Qizim, yana ozroq kucha. Oz qoldi" deb madad beryotdi. Bechora patam chip tarlab, o'zining chechini o'zi yulib yig'laydi. Rahmon bo'lsa, teshidagi uyda tit bo'lib, u yoqdan bu yoqqa to'xtamay mang'atdi. Patamning levini tishlab turib, shundoq bir kuchli qilgan bir jarangliq ovoz bilan bu 6 yil taqazonlik bilan kutgan yangi mehmon oxiri bu dunyoga ko'z ochdi. Rahmon bolaning ovozini anglab, toqat qilib turolmayla usibli kirdi. Oyim ana balını pakizlab, chiroyli yo'gab Rahmonga tutqizib turib, "Muborak bo'lsin bolam. Bola qizgan. Qara, men bundaq chiroyli pakiz tug'ilgan bolani ko'rmagan. Bekli chiroyli qiz bo'g'idak. Sog' salomat, aqlli cho'ng bo'g'isi." Rahmon otlacha mehri bilan bu kichik mehmonning peshonasiga yenikkina suyib qo'ydi. Oyim ana patamning yuzlaridagi munchaq tarlarni surtib turib, "Mana qizim, ona bo'ldim. Qizing xuddi farishtaning o'zi. Bek chiroyli qizgan" deb uni tug'itdagi azobini unutildirmoqchi bo'ladi. Bu uyda boshqa ayol kishi bo'lmagandan oyim ana Rahmon bilan patamning yolvurishi bilan bir hafta turib qoldi. Bu jarayonda Rahmon oyim onaning 4 tal qo'yga o't silib bagash ikki uyning oralig'ida qatirib yurdi. Bir kuni oyim ona, "Bolalarim, bola tug'ilganmi bir hafta bo'ldi. Endi bolaning ismini qo'yib etayli" dedi. "Bu qiz bekli chiroyli tug'ildi. Shunga ismini o'ziga o'xshash chiroyli qilib, Go'zalnur qo'ysak, sinanch bo'ladimi xotin?" "Go'zalnur? Voy, bek chiroyli ismkan. Ma'qul, shunda qo'yayli." Shunda qilib bu chiroyli qizning ismi Go'zalnur bo'ldi.
oyim onimi qaytib ketdi. Rahmon bilan Patem o'zlarining to'y qilib 6 yil bo'lganda aran tug'ilgan bu umoq qizga qarab to'lim xush bo'ladi. Oradan hash-pash degicha 5 yil o'tib ketdi. Güzelnur to'limi umoq, sho'x, kapsiz cho'ng bo'lmoqda edi. U hozir mahaldagi bolalar bilan qo'shilib oyoq mahalligimi, o'y mahalligimi berib o'ynab, qo'sqa oshqannimi to'ymay qoladi. Güzelnur qo'shilib o'ynaydigan bolalar ichida Mardan ismli bir bola bo'lib, Güzelnurdan necha oyliqli cho'ng edi. Mardan oyoq mahallidagi Tursun bilan Oy Pashaning yolg'iz o'g'li edi. Ular shunda xamsiz billa o'ynab yurgan kunlarning birida Mardan bilan Güzelnurning opasi ilgari keyin bo'lib, ikkilisila ikkinchi bolasini yangi oldi. Güzelnurning opasi o'g'il, Mardanning opasi qiz tuqqan edi. Güzelnur bilan Mardan billa o'ynaganda turibdi fuqlarning gapini qilishadi. Güzelnur küçük tillari bilan: "Mening ufqam bek umoq, u meni ko'zli kulib beydi. Sizning-chu, mening singlimmi xuddi sizga o'xshashli bek umoq. Men uning bek yo'q." Mana shunday tatlı gaplari bilan billa o'ynab, ularning ufqlari 1 yoshga kirganda Mardan bilan Güzelnurmu maktab eshigi to'shqashqa bilim busig'isidan qadam oldi. Güzelnur bu maktabga shundoq amroq bo'lib qoldiki, maktabga kelib uyga ketgisi kelmaydi. Uyga kelganda opasiga erkilab turib: "Opa, maktab bek yaxshi ekan. Yana texi jiq bolalar bilan o'ynaydi ekanmiz", dedi. Patem qizining maktabga bo'lgan qiziqishidan suyunib ketadi. Mardan bilan Güzelnur 5-yillikka chiqqanda ularning ufqlari tangli maktabga kirdi. Bu 4 bilim xumorlar maktabga billa berib, billa keladi. Ular ana shu taraqqida a'lochi bo'lib o'qib, boshlang'ich maktabni bitirib oldi. Voy apsi, nimani xiyol qilyapsiz? Men kelgili 1 soat bo'ldi. Qarsam, menga qarab qo'ymasdan, xuddi toshqa aylangan haykaldek o'ltirsa. Nimani xiyol qilyapsan? Patemxonning xiyoliga berilib o'ltirganini ko'rgan Rahmon Patemxonning xiyolini buzvatdi. Eshitdimmi xiyol qilmadim dadisi. Shu birdan muңlab o'ltirib qaptiman shu. Men tomoqni ilib chiqay. Sizlar qo'llarini yuyasizlar. Patemxon shundoq deb tez qadamlar bilan oshxona uyga kirib ketdi. Ham tezla erining oldiga dasturxon silib tomoq keldi. Voy, Güzelnur ko'rinmaydi xotin. Qani u? Boya savog'dishi Mardan bolam kepti ekan. Güzelnurni birdam aylantirib kiray deb chiqib ketgan. Kiradigan vaqtim bo'lib qoldi dadisi. Opa, men qaytib keldim. Güzelnurning inisi Farhod shundoq deginicha kirib keldi. Keldingmi bolam? Somkini qo'yib, qo'lingni yuya. Tomoqingni yavag'in. Mana opa, nima etdingiz opa? Seni ham ochangni amroq deb polo etdim bolam. Polo? Ajab yaxshi. Rahmon aka bilan Farhod tomoqni yeb bo'lgandan keyin paranglashib o'tiradi. Mardan Güzelnurning chaqli qarosini ittirgan holda kirib keldi. Mardan Rahmon aka bilan birdam holmon bo'lishgandan keyin kech bo'lganda uxlash uchun yotgan Patemxonning ko'ziga zotli uyqu kelmaydi. Mushu necha yil ichida bo'lib ketgan ishlar. Qizining beshiga kelgan qismatlar uni to'xtamay azoblab qiynayotdi. Chiroyli notavon qizini o'z qo'li bilan o'tga ishtirganini o'ylasa, yurak bag'rini 100 ming qurut qo'ng'iz g'ajilayotgandek piyram bo'ladi. Şur pisani qizim. Sana sening mushu xeli qizlarda yo'q go'zallikning dushman bo'ldi. Yoki mendek yo'qsiz o'tib, qo'li tuzuk pul ko'rib boqmagan to'ymas opang dushman bo'ldimi? Patem yendi yetib, yenek pushuldab uxlayotgan qiziga qarab, unsiz puqildab yig'laydi. O'zini manglab tillaydi. Hatto o'zining o'limini tilab ketadi. Jinim qizim. Gulda qizim. Teştikimde içilgan nazuk ettir gülüydin.
seni öz qo'lim bilan gul qadrini bilmaydigan yovuz cho'l bo'rlarga uzib beribdiman. Vaqtsiz g'azot bo'lding-ku, jinim qizim. Potamxon o'zini besi olamay ochiq yoshlarni to'katdi. Qizning chetini silaydi. Qizidan kechirim so'raydi. Ko'zlaridan uyqu qochgan Potamxon yana burunqi aslimi bo'lgan qizining sabiy vaqtiga qarab xiyollarga sho'ng'ib ketadi. Bir kuni o'yliga tamoq tayyorlik qilish uchun say oxlayotgan Potamxonning qishig'i qizi Go'zal Nur qo'ng'iroqdek zil ovozi bilan erkilab sakrab taxlab kelib Potamxonning bo'yniga eslib turib, "Jinim opa, men to'liqsiz o'ttir maktabga o'tibdiman. Qarang opa, menga chaqiriq ketdi. Yana o'qituvchim bugun hamma bolalarga yig'ini ichib, meni nihoyatda yaxshi o'qiganimni aytib, maqtabda ketdi-da. Ham bu taqdirnomani berdi." Gerçi Potamxon maktab yuzi ko'mgan bo'lsa-mu, ikki bolasining bo'libmi, Go'zal Nurning mana mushundaq natijalarini ko'rganda, xuddi o'z maktabda o'qigandek xush bo'lib ketadi. "Voy jinim qizim, aqlli qizim, texmi tirishib yaxshi o'qi. Farhod ishkinglarni uchamda kiyimim qolmasimi o'qitaman oppa qizim." Potamxon ana xo'shalligida qizning peshonasiga mehr bilan suyib qo'ydi. Yillar nim degan tez o'tganda, hash-pash tegicha Go'zal Nur to'liqsizmi puturib, to'liq o'tir maktabga qabul qilindi. Natijasi yanada ilgirgidek yaxshi edi. To'liq o'tir maktabda Mardan bilan Go'zal Nur bir sinfda o'qidi. Billa takror qiladi. Maktabga billa berib, billa qaytadi. To'liq o'tir maktabning 3-yilligida o'qiyotgan kunlarning birida maktabdan qaytgan Go'zal Nur topshiriq ishlash uchun o'ltirdi-da, muallim topshiriq bergan kitobining sinfda parta ichida unutib qolganligini bilib, "Opa, men bir kitobimni sinfda unutib qoptiman. Savoqdishimning uyiga berib, uning kitobini so'rab kelay. Topshiriq ishlaydim." "Ha, ma'qul qizim. Tezroq keling, juma." "Ma'qul opa, bildim." Go'zal Nur kayni eshikdan chiqib, Mardanning uyiga qarab mangdi. Eshik oldiga kelib, kiraymi, kirmaymi deb bir hazat turdi. Oxir g'ayratga kelib, darvozani qoqdi. Darvozani Mardanning singlisi Marbiya ochdi. "Voy, Go'zal Nur acham kepti. Opa, Go'zal Nur acham kepti." "Voy qizim, keling qizim, keling. Bizning uyga qadamingiz yetib qopti-ku qizim." Mardanning opasi Oypasha shundoq deginicha tez-tez mengib darvoza qiyshig'iga keldi. Go'zal Nur qizargan holda, "Ha, Aypasha opa, men shu Mardandan bir kitobni so'ray deb kelgan edim." "Ha, kiring qizim. Avval uyiga kiring." "Bo'ldi Aypasha opa, men oldiraydim." "Siz degan mehmon qizim. Eshik oldida kessangiz qandoq bo'ladi? Kiring qizim." Go'zal Nur tatinibroq holda uyga kirdi. Bu asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli salonlarimizda bo'lsin. Asarni yoqtirgan bo'lsangiz, ajrimiz uchun chamirkingizga yo'l o'tgandan keyin ostidagi va o'tirdagi e'lon chekib qo'ying. Sizning qo'llashingiz bizning taraqqiyotimiz. Üçüncü qism. Go'zal Nur uyga kirganda Mardanning dadisi Tursun yonpashlab yetib televizor ko'rib o'tadi. Tursun aka darhol o'rnidan turib Go'zal Nurni uyga taklif qildi. "Ha, keling qizim, keling." Go'zal Nur qo'rnivaroq supiqirda o'ltirdi. "Apsi, choy olib kelinglar Go'zal Nur qizimga." Tursun aka shundoq deb Go'zal Nurga qarab illiq kulib qo'ydi. "Voy, yo'q bo'ldi. Bo'ldi tag'a, men bir kitobni sinfda unutib qopti ekanman. Shunga Mardonni berib turam degan deb kelgan edim. Choy ishkili
boshqa bir kuni kelaman. Avval choy qo'yay qizim. Siz degan mehmon. Choy qo'ymasam qandoq bo'ladi? Oypaşa shundoq deb oshxona uyga chiqib ketdi. Güzelnur hech nima demay o'tirib qoldi. U asta beshini ko'tarib, uy ichiga sapselib qarashga boshladi. Uyning ichi ancha bek boyashat bo'lmasa-mu, nihoyat ratlik pokiz edi. Supuning qarish tarafidagi televizorning ustiga chiroyli ramkaga ilingan bir oila kishilari bo'lgan 4 jonning cho'ngaytirilgan surati esiqliq edi. Güzelnur kichik vaqtida bu uyga Mardan bilan o'ynab bir necha qitim kirgan edi. Maktabga kirgandan beri bu uyga kirib boqmagan edi. Güzelnur xiyol bilan o'ltirganda Oypaşa chiroyli chaynakda choy, yana bir necha tal piyola, o'z kalasini seg'ib, sutini qo'yib yoqqan nonni patnos ustiga qo'yib ko'tarib kirdi. Oypaşa choyni qo'yib bo'lib, "Qizim, choy ishkash o'tirib turing. Tamoq hozirla tayyor bo'ladi." Oypaşa shundoq deb menishga tamshildi. Güzelnur darhol, "Yo'q, Oypaşa opa, men tamoq yegili boshqa kuni kelaman. Hozir qaytmasam bo'lmaydi. Dadam opamla ansirab qoladi." Ularmi ortiq gap qilmay ma'qul bo'ldi. Mardan, voy Mardan balam. Bu yoqqa chiqni, kelinim kelibdi. Mardanning dadasi Tursun noit chaqchaqchi odam edi. Güzelnurni o'z qizidek ko'rib, chaqchaq qilgan edi. Güzelnur bu gapni anglab, bo'yinlarigacha qizirib, yerga kirib ketgudek bo'lib ketdi. Buni ko'rgan Mardanning opasi Oypaşa, "Nimandaq gap qilsizlar dadasi? Qaranglar, Güzelnur qizim xijil bo'lib ketdi." "Ha, men chaqchaqib qo'ydim xotin." Shu arada Mardan kirib keldi. Mardan Güzelnurning qizirib yerga kirib ketgudek bo'lib ketgan turqiga qarab, jiddiylashib, nima bo'lganini bilishga alrab, uning yeniga keldi. "Balam, Güzelnur qizim adabiyot kitobini unutib qopti ekan. Shunga sening kitobingni so'rab kelibdi. Achiqib bergina balam." Mardan opasining gapini anglab, keyiniga o'rilibla hujrasiga kirib ketib, minut o'tmayla kitobni ilib chiqib Güzelnurga tutqizdi. Güzelnur yerdan ko'zini uzmay turib, xo'shlashib chiqib ketdi. "Opa, nima ish bo'ldi ya?" "Qara balam, dadangning kichik valda qo'y qachonmi tuga? Güzelnur seni kitobni berib tursin deb kiribdi ekan. Dadang seni chaqirganda, kelinim kepti deydi. Bichora qiz bu gapni anglab qonsiratmagan o'pgidek bo'lib ketdi. Xijil bo'lib." Mardan Güzelnurning nozuk ham behla uyatjon qiz ekanligini biladi. Shunga, "Opa, men sirtga chiqib kiray ya." Mardan shundoq debla yugurib chiqib ketdi. Mardan yugurib Güzelnurga yetishganda, Güzelnur bog'ning keyni tarafidagi daryo bo'yida uyga qarab ketayotdi. "Güzelnur, to'xtab turing Güzelnur." Güzelnur keyni tarafda o'zini birning chaqirayotganligini anglab, keyni burildi-da, Mardanni ko'rib, chiroyiga kulgi yugurdi. Orqadilla boya Mardanning dadasi Tursun akaning "Kelinim kepti" degan gapini o'ylab, yana qizirib ketdi. "Voy voy Güzelnur, nimandaq tez mangsiz? Sizga yetish bo'lamidim? Tillarim sangilab, tasli qoldim juma tilimni dasvilib yiqilib tushkili." "Nimanda qiziq gap qilsiz Mardan? Sizning tilingiz 1 metr kilamdi, dasvog'dak." "Sizni qo'g'lab yugursam shundoq bo'lib ketar ekan shu." Bu gapdan keyin ikkisi tangli kulib ketdi. Ular birga minib daryo bo'yidagi bir tub cho'ng gullik simon so'gat daraxtining ostiga kelib o'ltirdi. "Güzelnur, boya dadam degan gapga xafa bo'lmagansiz a?" "Yo'qay, xafa bo'lmadim." "Güzelnur, men dadamning sizni shundoq chaqirib, mening ko'nglimni tushungandan bak xush bo'ldim." "Nima? Meni xijil qilib bo'za qilmagan siz qolganmi endi?" "Rostavatima Güzelnur." Mardan shundoq deb sho'xlik qilib cho'ng so'gat daraxtini aylanib qochdi. Güzelnur keyindan qo'g'lab, "To'xtang, bu eski saraq. Sizni tutib olgan bo'lsam, xap toza urib olmasam, to'xtang deyman." To'yiqsiz Güzelnurning oldiga Mardan usipli chiqib qilib, ikkisi chaplashib qoldi. Güzelnur shu an villida qizirib yerga qarab oldi. U diqqan holda, "Mardan,
men kirib ketay. Opam ansirab qoladi. Güzelnur shundoq deb Mardonning javobini kutmasdan uyga qarab mangdi. Güzelnur, to'xtab turing. Mardon xeyli burunla yezib berishga jur'at qilolmay, necha qitim ilib, yana necha qitim yonchug'iga silib, oya bu yerlari ancha-muncha purilishib, ko'narashqa boshlagan, chiroyli yurak shaklida qatlangan bir qog'ozni qo'liga ilib. Güzelnur ajablanib birda Mardonning chiroyiga, birda uning qo'liga qarab turadi. Mardon qo'lidagi yurak shaklida qatlangan qog'ozni Güzelnurga tutqizib, javobingizni kutaman, dedi-da, keyniga o'rilib ketib qoldi. Güzelnur'um qo'lidagi qog'oz yurakni tutgan holda daqiqa Mardonning keynidan qarab turgandan keyin uyga kirib ketdi. Güzelnur uyga kiribmi, qo'li hech ish qilmadi. Chunki yilini Mardonning bergan yurak shakllik varaqchini echib, ichidagi o'qish istigi uni oltirtib. Ularning uyi faqat 2 eg'izliqli bo'g'ashqa xatni o'qish absiz edi. Güzelnur bugun berilgan topshiriqni ataganda boldiroq maktabga berib ishlamoqchi bo'ldi-da, topshiriqmi ishlamay yetib qoldi. Güzelnurning ko'zlariga hech uyqu keldigandek emas edi. Pat-pat kichik yurakni chingida siqimlab turib, maydasiga bosatdi. Qizim, choymi ichmay nimancha atdigan mangsiz maktabga? Qizning tong saharda noshta qilmay maktabga mingishiq tamshilganini ko'rgan Potamxon ajablanib so'radi. "Ha, opa, men bugun navbatchi edim", dedi-da chiqib ketdi. Güzelnur sinfga kirib o'tirgandan keyin yonchug'idagi kichik yurakni avaylab oldi-da, asta cho'shqa boshladi. Salom. Qadrli Güzelnur, yaxshi turibsizmi? Men hozir gapimni nerdan boshlashni bilmayapman. Yanada kichikligimizdan boshlay. Biz kichikimizdan birga o'ynab, birga o'qib, bir o'stonning suyini ichib cho'ng bo'ldik. Men sizni xeyli burun yaxshi ko'ratdim. Lekin o'qishimizga, do'stligimizga ta'sir etmasin deb sizga diyamay kelgan. Endi bizmi cho'ng bo'lib qoldik. Oliy maktabga mangdiganga yana 1 yil qolibdi. Shunga sizga bu xatni yozyapman. Mendek bir asabiy oshiqning sevgisini rad qilmay, ko'ngil beg'imda ichilgan yagona atirgulim bo'lishingizni umid qilaman. Bir umr yagona atirgulimning parvishkori bo'lishga tayyor asabiy oshiqingiz Mardondan. Javobingizni kutaman. Xat mana shunday oyoqlashgan edi. Güzelnur hayajondan xatni qo'ydilardan yuragiga mahkam bosdi. Chunki Güzelnur Mardonni yaxshi ko'radi. Lekin qizlik g'ururi, axloq haya uni ko'nglini Mardonga izhor qilishni to'sib turadi. Bir kunlik darsmi oyoqlashib, o'quvchilar cho'ng darvozadan chiqib uylarga qarab mangdi. Mardon muhabla-shapla kitoblarni yig'ishtirib, Güzelnurning keynidan agashdi. Ular un-tunsiz mengib, daryo bo'yidagi eliqi kunlik simon qeri sugat yanida to'xtadi. Güzelnur, men bergan xatni ko'rdingizmi? Dedi Mardon asta yeniq kelib. "Ha-a", dedi Güzelnurmu yerdan ko'zini uzmay, beshini langshitib. Amsa, qandoq o'ylashdingiz? Meni rad qilib o'tmassiz, a? Sarang, odamni xijil qilib, deb tatliqini kulib, Mardonga keynini qilib oldi Güzelnur. Qo'shildingizmi? Ha-a, degan ma'noda asta beshini langshitdi Güzelnur. Mardon ota-onasi xarajat qilib bergan pullarni yig'ib olgan. Oddiy ammo cho'nqur ma'nolar chiqib turadigan qo'sh yurak shakllik kumush zanjirni Güzelnurning bo'yniga yechib qo'ydi. Ikkisining muhabbati mana mushu daqiqadan rasmiy boshlandi. Odamni mabtun qiladigan go'zal kuz fasli ketib, zimiston qish fasli yetib keldi. Sirtqi chiqsalar so'g'uq odamga nashtardek uriladi. Mardon bilan Güzelnur shanba yakshanba orom kunlari daryo bo'yidagi qeri sugat daraxti yanida ko'rishib, uzoqdan uzoq paranglashadi. Bir-biriga qor etishib o'ynaydi. Qor ustida jimjit yetib, bir-biriga muhabbatli ko'zlari bilan to'ymay qaraydi.
bu ikkisining muhabbati o'qishiga qilchimi ta'sir yetkazmaydi. Mana kunlar oylarni qo'g'lab, ular to'liq ikkinchi yillikni tugutib, yozliq ta'tiliga qo'yib berildi. Voy o'g'lim, nalar yuraysan? Atdigan chiqib ketib, hamda qaytib kirganini qara, dedi Mardanning opasi. Oypasha o'g'lining kirganini ko'rib. Men bog'u opa, dedi Mardan xijil bo'lgandek beshini sangiltib. Qara o'g'lim, xo'sh xabar. Boya sana deydigan, dedi Oypasha o'g'ilni qo'ldan tortib o'tirg'izib. Nima xush xabarga opa? Tezroq desingizchi odam taqozo qilmang. Ha, bolam. Ürümchidagi tag'ang seni Ürümchiga kelib, to'liq o'tir maktabning oxirgi bir yilini bizning yenimizda o'qisin. Mardan yaxshi oliy maktabda o'qitmasanglar bo'lmaydi. Yaxshi oliy maktabga o'tish ishini o'zim hal qilaman deydi bolam, dedi Oypasha og'ziga tegmay so'zlab. Oypashaning tag'ang degini Oypashaning ona bir dodi bo'lak akisi olim bo'lib, bu odam Ürümchida xili cho'ng bir idoraning boshlig'i edi. Bu akisingil yilda bir qatim qo'ron ko'rishadi. Rasma opa, men Ürümchida tog'amning qishida oliy maktabda o'qimdikanman, dedi Mardan xo'shal bo'lib. U ko'ngilda Go'zal Nurdan bir yil ayrilib o'qisam mayli. Hozir shundoq yaxshi o'qigan bilanmi, ota-onasi qodir. Boshliqning bolalarining natijasi garchi tuvan bo'lsa-mu, shu boshliqning bolalarining oliy maktabga o'tish nisbati yuqori. O'ziga Go'zal Nurga o'xshash oddiy dehqon bolalarining natijasi yuqori bo'lsa-mu, oliy maktabga o'tamay qoldig'ini batdi. Şoňa Mardan özü şoq çıqışqaq balı boğaşqa, hem tağısı alim onunğa amraq boğaşqa. Tağısının çoğ başlıqlıq oquqidan paydalanıp, bir amallarını qilib, əgilab yürüb Güzel Nur bilan ikkisinin ali məktəbdə oqish işini bıraqlay bitirməkçi boldu. Qaq səhərdəla Güzel Nurning ishiga oldidan uyaq bu yoqqa o'tib, onun chiqib kelishini kutib. Güzel Nurning supurga ko'tirib ishik oldini supurgili chiqqanini ko'rgan Mardan Güzel Nurning yeniga kelib, tushdan keyin sizni ko'njoy saqlayman. Ma'qul, dedi Güzel Nurmu Mardanning chiroyidagi xo'shalligini ko'rib. Güzel Nur kelganda Mardan allaqachon kelib bo'lgan bo'lib, so'gatga yulinib o'tirib bir narsani xiyol qilyapti. "Men kim?" dedi Güzel Nur Mardanning ko'zlarini yumshoq qo'llari bilan itib olib. Bu dunyodagi men eng yaxshi ko'rgan farishta. Undaq bo'lsa ismim nima? Husnidan oymu xijil bo'lgan go'zal. Voy Mardan, gapga bek ustajimisiz? Tatliqqina kulib qo'ydi Güzel Nur. Ha rost Mardan, bugun siz bekli xo'shalg'u, biror xo'shallik bormi qandaq? Albatta Güzel Nur, onsingiz sizmi xush bo'lsiz. Tezroq tag'amsa, odamni taqozo qilmay. Güzel Nur, mening olim tog'amning Ürümchida ekanligini bilasiz. U xeyli cho'ng bir idora boshlig'i. U menga bek amroq. Shu tog'am meni Ürümchiga kelib, oxirgi bir yilni mening qishimda o'qisa, yaxshi oliy maktabga o'tishning yo'lini o'zim menga madabdi. Shunga men Ürümchiga berib o'qiydigan bo'ldim. Gerçi siz bilan bir yil birga o'qiyamsammo, tog'amga deb ikkimizning oliy maktabga birga o'qishimizni hal qilg'izma Güzel Nur. Nima? Ürümchiga berib o'qamsiz? Siz Ürümchiga berib o'qisangiz, men bu yerda yolg'iz qolamdim, deb ko'zlariga lo'mmida yosh oldi Güzel Nur. Güzel Nur, kelgusimiz uchun buncha qurbonlik bermasak bo'lmaydi. O'zingizmi bilasiz, bizning qo'shnimiz Saodkamning qizi Zulfiya shundoq yaxshi o'qigan qizdi. Her yili ilg'or o'quvchi bo'lib bağlanatdi. İmtihonnimi shuncha yaxshi beribdi-ki, oxir qandoq bo'ldi? Oliy maktabdan Zulfiyaga emas, o'rta maktabdagi maktab mudiri Qosimning o'zining ismini yozilmaydigan o'yinchi qizi Farida kelibdi. Zulfiya shundoq yig'ladi, qoqshidi. Qizining ishida Saodkamning bormagan yer qolmadi. Biroq yo'li bor odamning ishi o'ng bo'lar-ekan Güzel Nur. Xotirjam bo'ling. Tog'amga deb ikkimizning oliy maktabda birga o'qiydigan ishimizni tang hal qilg'izman. Agar sizning oliy maktabga o'qiydigan ishingiz hal bo'lmay qolsa, men o'qimayman. Birga terib, mushnoyimizda bolalarimizni beqib birga yashaymiz. Dedi Mardan sho'xlik qilib. "O sarang, qilin." dedi Güzel Nur qizargan holda tumshug'ini ushlab. Bir oz sukutdan keyin Güzel Nur eg'iz ochdi. "Undaqda qachon mangsiz?" Yakshanba kuni tog'am kelmoqchi. Dushanba kuni mangdan o'xshaymiz. Shanba kuni chiqalamsiz. Sizni mush yerda saqlayman. Ma'qulamsa, shanba kuni ko'rishaylik. Ular
xo'shlashib o'z uyiga qarab ketib qoldi. Shanba kuni tezla yetib keldi. Ular ko'rishib kelgusi oliy maktab o'qish to'g'risida xeyli uzoq paranglashgandan keyin Mardan yanchug'idan atirgulning nusxasi tushirilgan o't qashdek qizil sharpidan birini chiqarib, uning bo'yniga otib qo'ydi. "Men buni sizga tayyorlagan. Zerikan deyasiz. Mening buningdan boshqa hech narsam yo'q ekan. Sizga yo'lliq tutqidek", dedi Güzel Nur Mardandan hozirla ayrilib qoldigandek ko'ngli yerim bo'lib. Mardan Güzel Nurning qo'lidagi kichik qora ranglik so'loq xaltini avaylab qo'lga oldi. Ular xo'shlashar chog'da Güzel Nur Mardanning qo'liga eg'izi him etilgan, o'zi yasigan kichik bir konvertni tutqizib, "Hozir oshmang. Manzilingizga yetib bo'lib, ondan o'qing. Bo'lamdi?" Güzel Nur shundoq dedi-da, kirpiklarida esilib qolgan yoshning Mardanning oldida to'kilib ketishidan ansirab, yugurganicha ketib qoldi. Dördüncü qism. Atisi Mardan manzilga qarab yurib ketdi. Ular mengib daryoning yenidagi kang ketgan yayloqning yenidan o'tganda Mardanning ko'zi to'satdan bir do'nglikda qo'lida qizil rangli sharpini pulanglatib turgan Güzel Nurga tushdi. Mardan pat-pat keyniga qarab, "Qandoq yigit, birarsiga tortishib qolgan o'xshamamsa, nimandaq keynin qarab bersa?" "Yo'q taqa. Men shu bu yerga qiyolmay", deb qo'ydi Mardan. İçini bo'lsa ayrilish azobi o'rtab tasvirlab baxsiz bir xil bearomlik chulg'ab oldi. Mardan bilan tog'isi atisi tong saharda Güzel Urumchi shahriga kirib keldi. "Poh, nima degan go'zal shahar bu?" devatdi Mardan. "Ha, o'g'lim, chiroyliqmi-ka? Bundan keyin sen mush go'zal shaharda o'qiysan." Tog'isining gapini anglab kulib qo'ydi Mardan. Patamxon oldiga bir muncha kiyimlarni yig'ib olib, yig'ni ishi qilib o'tiradi. Necha kundan beri ota-onasining yukini kichikkina bo'lsa yengillatish uchun inisi Farhod bilan boshqalarning olmasini uzishib berib ishlayotgan Güzel Nur bilan Farhod kirib keldi. "Voy apa, mijozim yo'q da'vatdingiz, aram olmay yana ish qilib o'tirsiz-ku." "Voy jinim qizim, odam mijozim yo'q deb yetiversa, odamning tini eg'irlashib, texmi bek og'irib qolgudak. Shunga bu ancha kuch talab qilmaydigan ish bo'lgandan qig'ash o'tirdim bolam." "Apa, nim kiyimlar bu?" "Ha, qizim, sizning boshlang'ich maktabdagi Chimangul xonim. Bizga kiymaydigan kiyimlarni berishni unutib qolmaydi qizim. Bu kiyimlar o'zining kiyimlari ekan. Shundoq chiroyli ko'ylaklarmi bor ekan qizim. Şuna sizga kichikiltib beray deb shu. Bu eri Rustam shopurning kiyimlari ekan. Farhodga kichikiltib beraymikin bolam? Asli biz sizlarga boshqalarga o'xshash yangi kiyim eppasak bo'ladi. Lekin bu yo'qsiz turmushdan ishnamayli qoldi qizim. Shunga ishqisi yo'q apa. Bu kiyimlarmi shundoq chiroyli ekan?" "Jinim qizim, meni kechiring. Men dadangiz turib, yangi o'qish boshlash yilida sizlarga bir qurdan yangi kiyim ilib beramidim. Men bek yaramas ekanman qizim." Dadisi Rahman xijil bo'g'inicha shu gaplarni qilib, qizi bilan o'g'lining beshini silab qo'ydi. Farhod bilan Güzel Nur tangla deyishib olgandek, "Yo'q jinim dada, hargiz undaq demang. Opam bilan ishqinglar sog' salomat bo'lsanglar, biz yangi kiyim kiygandimmi bek xushal bo'lamiz dada." "Jinim bolalarım, shundoq yaxshi insonlar baboli bo'ldinglar", deb qizi bilan o'g'lining peshonasiga mehri bilan so'ydi dada. Oradan bir necha kun o'tib, tog'isi olim Mardanni ilib, Urumchidagi xeli nomi bor, har jihatdan sharoiti yaxshi, ham uyigimi yiqib bir to'liq o'tir maktabga kelib, bir qator rasmiyatlarni o'tab, Mardanni tizimga oldirdi. Mardan tog'isi olimning yolg'iz qizi Gulshan bilan bir sinfda o'qishga qabul qilindi. Darsmi boshlandi.
Mardan o'zi chiqishqoq, sho'x bola bo'lg'ashqa, bu yerdagi savodoshlari bilanmi osonlik chiqishib, darslarga uzilishib ketdi. Har kuni u tog'isining qizi Gulshan bilan birga maktabga berib, birga takror qilib, birga qaytatdi. Güzelnur Mardan ketgandan beri hech diqqatini yig'olmay, qachonli qarsa xiyol qilib yuradigan g'amkin, kam so'z bir qizga aylandi. Güzelnur, "Ey Güzelnur, nim bo'ldi sizga?" Güzelnur oldiga kelib, qo'lini ko'z oldida uyoq bu yoqqa pulanlatib turgan Amina muallimni ko'rib, cho'chigan holda o'rnidan turdi. "Nima ish bo'ldi?" degan ma'noda yenidagi savodisi ham yaqin do'sti Zöhraga qaradi. "Adash, muallim sendan savol so'rayapti", dedi Zöhra bo'sh ovozda. "Muallim, xafa bo'lmang, savolni qayta so'ragan bo'lsangiz." Men siz nimani xiyol qilyapsiz, Go'zalnur? Men sizdan qayta ikki qatim so'radim. Siz o'g'inish hayti turib, mushunda qilsangiz, boshqa saboqdoshlar qanday qiladi, ha? Ochiqlab ketdi Amina muallim. Mardanning ketganiga chidamay mushtabab qoldi muallim. Vat! Oradan qaysi bir kapsiz o'g'il saboqdishning degan bu gapi bilan sinf ichida yuqori kulga ovoz ko'tarildi. Go'zalnur o'pkida qizirib, yerga kirib ketgidek bo'lib ketdi. Bo'ldi qilinglar. Amina muallimning qattiq vaqirishidan sinf ichi timtas bo'lib, o'quvchilarning diqqati Amina muallim o'tmoqchi bo'lgan darsga markazlashdi. Mardan bugun maktabdan qaytib kelib, kiyimlarini darlayotganda to'satdan Go'zalnur o'ziga bergan kichikgina konvert uning qo'liga chiqdi. "Voy abla, bu yerga keliblar maktabga tizim oldirish o'qishlari bilan bo'lib ketib, Go'zalimning xatini o'qishni unutib ketibdimi? Hay, men nima degan dotda?" Mardan yotoq uyining eshigini ichidan taqab, o'g'inish ustining oldiga kelib, xatni avaylab ochdi. "Salom. Ko'nglimning biridan bir sultoni bo'lgan Mardan, qanday ahvolingiz? Yaxshi turyapsizsiz? Mendan ahvol so'rasangiz, men yaxshi turdim. Urumchiga borganda tirishib o'qing. Tomoqni vaqtida yeng. O'zingizni yaxshi asrang. Mendan hargiz ansirmang Mardan. Bizning kelgusi planimiz amalga oshguncha sizdan boshqa hech kimga qalb darvozamni ochib bermayman. Sizga yo'lliq qilgan o'rik meg'izi tiziqini o'zim bir taldan cheqib, shipqib bir taldan tizgan. Gerçi hech qancha qimmati bo'lmasa-mu, uning mening cho'nqur mehrim singan. Shuni zerikkan chig'ingizda yasiz. Bo'ldi Mardan. Xatimni mushiyada oxirlashtiray. Sizga o'zim atab yozgan bir koplit she'rimni sovg'a qilay. Qizil gulni jup-jup sanayman. Men degan yigitlarga qarab qo'ymayman. Qarasammi qarayman, nazar solmayman. Pak söygümni mengi sizga saqlayman. Xayr aman bo'ling Mardan. O'zingizni asrang. Sizni mengi kutib, yigana attirgulingiz Go'zalnur. Xat mushundaq oyoqlashgan edi. Mardan xatni mehr bilan yurgiga ching bosdi. Go'zalnur mushi taraqida qahrdan qish o'tib, dehqonlarning 1 yillik ho'sulining boshlanishi bo'lgan atiyaz fasli yetib keldi. Bugun juma kuni edi. Hamma darsdan tushib uyga qaytishga tayyorlik qilyapti. Sinfdagi shu qiz Oygul shugrab kelib, "Go'zalnur adash, ati mening tug'ilgan kunim. Dadam mening tug'ilgan kunimni go'zal hayot restoranda o'tkazib bermoqchi. Shunga hamma saboqdoshlarni chaqirdim. Sen cho'qim bag'injimi? Bo'lmasa sendek do'stim, ham saboqdoshim yo'q mening. Bo'lmasam men bexob bo'laman-jimi?" Oygul sho'xliq bilan har xil qiliqlarni chiqarib, shundoq deginicha chiqib ketdi. Go'zalnur tug'ilib o'sgan yezi noyasining qo'ltig'ida bo'lib, noya ichiga 10-15 minutda kirib bo'ladi. Atisi Go'zalnur yaqin do'sti Zöhra bilan restoranga kirib keldi. Bu restoran to'limi cho'ng bo'lib, ajoyib hashamatlik bezalgan edi. Restoran ichida lirik muhabbat kuyi yangraydi. Oygulning dadisi Avladi ishkir yurib savdo qiladi.
Apsı oytursunmu muşu nahiye bazırda xili çoğun tallı dokun açatdı. Şoňa ulağa nisbeten ätiwalik kızının 18 yaşqa kirgen tugulgan günini muşundaq haşametlik restoranlarning içinde jozsini bolap ötküzüp beriş odatlikçilik bir iş idi. Restoranda yana bir yigit toyu bolgan bolup, bu restoran bugün odam dengiziga aylangan idi. Aygülning urug' tuqqanlari, ota-onasining do'st birodarlari restoranning yerimini egallagan edi. Kipinakdak yasangan Aygül dadisi Ürümçidin ağaç kelgan qimmat bağlıq köynek bilan savaqdaşlarının yeniga kelsa, heli tuqqanlarining qiysig'i berib, echilib kulib yuradi. Tamaqdan keyin restoran ishchi usul tansi bilan avishga chiqdi. Güzelnur başlangıç mektepdeki sınıf mas'uli Chimangul xonim bergan, opsi kichkiltib bergan qizil rangli ko'ynagini kiyib olgan bo'lib, aslida chiroyli bu qiz bugun boshqacha chiroyli bo'lib ketgan edi. Aradan bir oz o'tib, Güzelnur tozliq uyiga bormoqchi bo'ldi. Lekin do'sti Zuhra bir savodisi bilan usul o'ynayotqashqa Güzelnur o'zi yolg'iz berishga to'g'ri keldi. O her tarafga havas bilan qarab, odamlar orasidan o'tib, tozliq uyini izlab ketyapti. Tuyuqsiz birisiga so'qilib, shiqilib ketdi. "Oyjon." "Ha, kechiring. Oldirab menib sizni so'qib yiqitib o'tdim. Birni bo'lmagansiz." Shundaq deginicha bir kuchli qo'l kelib uni yulab turg'izdi. Bu dal nahiyada Qodirboy desa tunimaydigan odam yo'q. Dağlıq sodigar Qodirboyning ishkirlarda sodi qilib oyda bir qitim qaytib keladigan ätivalik o'g'li Odil edi. Güzelnurning yiqilganda yuzini to'sib olgan qop-qora uzun chechini asta qayirib Odilga qarab, "Hech qisi yo'q, hechim bo'lmadim" dedi. Odil chechini qayirib o'ziga qargan bu qizga qarab, qoqqan qo'ziqda turib qoldi. Güzelnur texçi özünün biligidan tutup turgan Odilning qo'lini asta tushiribdi-da, tozliq uyga kirib ketdi. "Pah, nimagan chiroyli qiz bu? Parizatning o'ziga o" dedi Odil birdam shundoq turgandan keyin. Shu arada Güzelnur tozliq uydan chiqib, boya o'zini suqayotgan o yigitning texçi shu joyda turganligini ko'rib, asta o'tib ketmoqchi bo'ldi. Men siz deb qiladigan gapini topolmay qoldi Odil. Güzelnur tez qadamlar bilan o'tib, o'z o'rniga berib o'tirdi. Odil bugungi to'yi bo'lgan yigit Qaysarning yaqin do'sti bo'lib, shu to'y tarafdan edi. Odil Güzelnurning avlat savdogarning qizi Aygülning tug'ilgan kuniga kelganligini bilib oldi. Odil ko'ngliga bir ishni puftida chiqib ketdi. Beşinci qism. Birazdan keyin qo'lida bir dasta gul ko'targan holda kirgan Odil Aygülning oldiga berib, qo'lidagi gulni dadisi Obdat sodigarga akilab turgan Aygülga sunib turibdi. "Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin singlim" dedi. Shundala Obdat sodigar oldidagi Odil boyvachchiga qarab, quchoqini keng ochib quchoqlab ko'rishdi. Aygülmi Odilning qo'lidagi gulni ilib do'stlarning yeniga qarab ketib qoldi. Rishab boyvachcha, qachon qaytib kelgandingiz? Bugun sizni bu yerda uchirtaman deb faqat o'ylamabdikanman. Dedi Aygülning dadisi Oblat sodigar. Men qaytib kelganim bir necha kun bo'lib qoldi. Bugun bu restoranda to'y bo'lgan og'inamning to'yi sababli bu restoranda uchrashib qoldik. Ular shunda qizg'in parangga tushib ketgan edi. Ular ishkirdimi ba'zi tijoratda hamkorlashgan bo'lib, xili obdalla tunishadi. Kun tushdan xili bek qayrilgan bo'lib, Güzelnur bilan Zuhra qaytmoqchi bo'lib, Aygülga o'zra etib maqdi. Aygül ularni uzutib restoranning eshigi oldigacha bildi chiqdi. Aygül ularni uzutib, "Endi kirib ketay" deb turishiga, "Aygül singlim, sizdan bir ishni so'ray" degan. deb Odil yenida hech paydo bo'ldi. Odil aka, qani so'ravering, nima ish edi? Qizil ko'ylak kiygan qiz kim bo'ldi? Nima bo'ldi Odil aka? Bu qizga kuyib qoldingizmi nima? Yo'q, shu men u qizni bir yer ko'rganda qilaman.
lekin faqatla esimga olamadim. Ha, Adil aka, o mening saboqdishim, ismi Güzelnur. Sinfimizda emas, maktabimizning gullidan o. Dedi Aygul sho'xlik qilib. Güzelnur. Deb boshqina shivirlab qo'ydi Adil. Ham ismini bo'lsin bilib olgandan shunda xo'sh o'tib ketdi. Bugun dushanba kuni bo'lib, Adil atdigandala Aygul bilan Güzelnur o'qiydigan maktabning oldiga kelib saqlab turdi. Birazdan keyin maktab formasi kiygan, uzun qop-qora chechini bir tal o'rib, o'ng mo'risidan tushirib olgan Güzelnur ushshaq chamdig'inicha bir necha tal kitobni maydasiga mahkam besib, shamoldek larzan kelyotdi. Güzelnurni ko'rgan Adilning ko'zlari choniqidan chiqib ketadiganday bo'lib ketdi. Yugurib berib maktab darvozasiga necha qadamli qolgan Güzelnurning oldini to'sdi. Ha, Güzelnur, qanday ahvolingiz? Yaxshi turdingizmi? Yaxshi, o'zingizchi, yaxshimi? Güzelnur o'zining ahvol so'rab turgan notunish yigitga ajablanib qarab turardi. Adil Güzelnurning ahvol so'rasa, qaytirib o'zidanmi ahvol so'rag'inidan bekla hayajonlangan edi. Meni tunimadingizmi, Güzelnur? Yo'q, sizni tuniyolmadim. Siz... Ha, men o'tganda sizni Güzel Hayat restoranida ko'rgan. Men sizni so'qib yiqib o'tgandim-ku. Endi tunigansiz. Güzelnur, men shu kundan boshlab sizni faqat yodimdan chiqarolmadim. Güzelnur, men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Nima? Siz xato tunib qapsiz. Güzelnur shundoq deginicha o'qdek yugurib maktab darvozasidan kirib ketdi. Yo'q, xato emas. Adil shundoq deginicha bir qo'lini Güzelnur ketgan tarafga sunib turib qoldi. Oradan bir necha kun o'tib, Adil bir necha tanishlarini ishga silib, Güzelnurning uyining na'atligini bilib oldi. Voy o'g'lim, bugun bekli xo'shalg'isan. Oltin tepib olmagansan, ha? Dedi ho'ylida hozir chiqib o'tirgan Adilning opasi Xonzoda. Ha, men oltin tepib oldim, apa. Oltinimni cho'nas tepib oldim. Nima? Qani degina o'g'lim, odamni taqozo qilmay. Nima narsa ekan u? Apa, men bir qiz topdim. To'y qilay deyman, apa. Mundaqda o'g'lim, qaysi bayning qizi ekan u? Ata-onasi nima ish qiladi? O'zi nada ishlaydi ekan o'g'lim? Xonzoda o'g'lini savol deganga ko'myapti. Voy apa, u qizning o'quvchiga, uyi yuqorqi mahallada. Voy o'g'lim, men texsini u cho'ng shaharlardagi ko'zning yig'ini yeydigan go'zal qizlarga ko'z tushgan o'xshaydi deb yursam, nada bir sahroda uyi bor texi o'qiyotgan bir monqin topqining nimasi bilan? Voy apa, sen undaq degan bilan men cho'ng shaharlarda ko'rgan o go'zal qizlar pul desa o'zini otadigan, girim deganda bikoga baganda qilib, yermi yalang'och kiyimlarni kiyib, kecha-kechalab uyga kirmaydigan qizlar apa. Undaq qizlarda vafo yo'q hozir. Men sana degan qiz girimi qilmaydigan, oydisi oy emas, kundisi kun emas, shundoq chiroyli qiz. Uning ustiga o qiz beshini yerdan ustun ko'tarmaydigan shundoq hayoli qiz degan apa. Xonzoda o'g'lining bir oddiy sahroli qizni buncha maqtab ketganiga ichi siqilib, o'rnidan turib uyga qarabmoqdi. Apa, o'zing qiz top to'yini qil deysa, endi bir ko'nglimga yaqin bir qizni topsam gapni qilmay kirib ketibotsa-ku. Bu nima qilgin apa? Voy bo'pti, lekin o qizning tegi-tagini surishtirmay qo'ymayman. Rosma apa? Mening go'zal apam, amsa o qizning uyiga adil elchi avatimi apa? To'yni tezroq qilaylik. Ma'qul. Bu qahvash. Deginingni qig'izmay qo'ymaysan-ku sen, ha, oxiri. Adil opsi Xonzodaning mushunchilik bo'lsa-mu, qo'shilganidan bekli xush bo'lgan edi. Chunki bu uyda opsining degini degan, qig'ini qilgan edi. Opsi qo'shilsalar dadisining qo'shilishi tas emas. Dadisining savdo ishlaridan boshqa hech qanday ishga tish batmaydi. Chunki Adilning dadisi Qodirboy boshqa yurtdan musofir bo'lib kelib, qiynatisi Ro'ziboyning uyida ishlaydigan bir bo'lib, bu Qodir qosh ko'zi qop-qora, bug'doy o'ng, o'ttir bo'y, shundoq kelishgan yigit edi. Har qanday bir qiz bir ko'ribla kuyib qolgandek yigit edi. Qodirni bir ko'rib olish uchun Ro'ziboyning chiroyli, naqshliq cho'ng darvozasi oldidan agib ketamaydigan qizlarni chiqdi. Qodirni Ro'ziboyning yolg'iz qizi Xonzoda asta yaxshi ko'rib qoldi. Ham uni opsiga dedi.
Apsi Rozubayga maslahat saldi. Rozubay o'zi oq ko'ngil yaxshi odam edi. Xayri saxavat ishlarida ojizlarga yordam qo'lini sunatdi. Lekin Mo'sha atavaliq yolg'iz qizi Xonzoda noiti bosh-boshdoq qilaman deganini qiladigan vat-vat cho'ng bo'lib qolgan edi. Rozubay o'zimi Qodirning ishchan, qo'lqi yumshoq, yuzi to'van, bola ishkanligini o'ylab, bu to'yga qo'shilib, Qodir bilan qizi Xonzodaning to'yini qilib qo'ygan edi. Bolalarning to'yidan keyin Rozubay bilan ayoli Maramnisa boshqa shahardagi bir tuqqinning to'y ishiga qatnashish uchun berib kelishida qatnash voqeasiga uchrab, baxtga qarshi ikkilisi qazo qilgan edi. Shuningdan keyin ota-onasining to'lam puli ham dadasining boyligi bilan mana bugunga ulashgan. Xonzodaning holi bekli cho'ng. Odatdagi odamni yaratmaydi. Shunchalik hakavur ediki, holini 5 ota atamaydi. Uyda hech ish qilmaydi. Uyda uy xizmatchisi etib bergan tomoqni yeb, uy xizmatchisi yuvib bergan kiyimlarni kiyib, kunda degidek bozor aylanadi. Yoki yon qo'shnisi bilan buning o'zidan tuvan turadigan gaplarini qilishib, o'z ko'nglini o'zi xo'sh etib o'tiradi. Shunga Qodirboyning ayoli bir desa, ikki deyishkimi tili bo'lmaydi. Kechda Qodirboy kelganda, ayoli Qodirboyga elila o'g'lining qilgan gapini eslatib soldi. Bo'pti, xotin. Odilmi xeli cho'ng bo'lib qoldi. To'y qilish ishidami o'tib ketay dedi. Men Odilning ishida rahmatli qizimiz Orzuliga dada bo'lib bo'lgan. Shunga Odilga yargan bo'lsa, bo'pti xotin, elib berayli. Voy, sizlar undaq degan bilan, bu yuqorqi mahalladagi bir dehqonning qizi o'xshaydi. Undaq qizni qandoqmi kelin qilamiz? Nimalan deydigansa apsi. Nimalan deydigansa apsi. Menmo ayni yilda yeshnimam yo'q bir qari yetim edim-ku. To'y qilib, bir obdan turmush tutib ketyapmiz-ku mana. Shunga xotin, yolg'iz o'g'limiz bir xush bo'lib qolsin. Ata bir necha mahalla cho'nglarini ularning uyiga mang'izib boqayli. Ma'qulmi apsi? Xonzoda erining gapini anglab, asta beshini langshitdi. Atsi o'zining uyiga kelgan notunish bu kishilar bilan qizg'in ko'rishib, uyiga boshlab oldiga dasturxon soldi. Oradan birsi kelish muddasi bo'lgan gapini boshladi. Biz Noya ichidan keldik. Biz Noyadagi Qodirboyning elchilari bo'lamiz. Ularning yolg'iz bir o'g'li bor. Bu bolimi shundoq yaxshi, qo'lidan ish keladigan bol bo'ldi. Shunga sizlarning qizlari Go'zalnur qizni shu Qodirboyning o'g'li Odiljonga ularning havolasi bilan so'rab keldik. Deb gapini tugatdi u kishi. Boshqa kishilarmi shundoq deb u kishining gapini qo'lladi. Rahmon aka bilan Potamxon bir-biriga qarashib qo'ygandan keyin eg'iz ochdi. Kelishganlari shundoq yaxshi bo'pti. Bizni namrat ko'may, o'zlariga loyiq ko'rganlariga shundoq xushal bo'ldik. Lekin qizim tex kichik, ham o'qiyotdi. Bechora qizimni cho'qim oxirgacha o'qitishim kerak. Shunga xafa bo'lishmasizlar. Qizimizni o'qitamiz. Qiz bola deganni men o'qisimi ardim tali kamsi bakat tuqqinam. Shunga yana bir o'ylashib yiqishala. Biz yana kelamiz. Ular shundoq deb ketib qoldi. Elchilarning qaytib kelganini ko'rib, uyga boshildi Qodirboy. Ular qo'shildimi nima? Yo Qodirboy, ular qo'shilmadi. Ular bekli namrat yo'qsiz kishilarga. Qizimiz tex kichik. Qizimizni o'qitamiz deydi. Bu gapni anglab, Xonzodaning ochchig'i bekli keldi-da, o'rnidan turib ketdi. Ham demiqini qiqib turib. Voy, o'zini bilmaydigan qalandala qizini so'rab berib qo'ysaqsa, o'zini bilmay qapti-da ular. Undoq emas, xonim. Ular bekli namrat kishilarga, o'ylariga solgan kigiz palazlanma, tayin yo'q bechorlarga. Sizlarning gapinglarni, oila sharoitinglarni anglab, qizirib yaga kirib ketay deb qoldi. Shunga o'zlarini sizlarga loyiq kelmaymiz deb o'ylab shundoq dedi. Elchilar Qodirboy bilan ayoli Xonzoda xonimga shu gaplarni deb bo'lib qaytib ketdi. "Kela o'g'lim, o'ltira", dedi Xonzoda xonim sirtdan noyatda xo'shal oldi kirgan o'g'li Odilga yenidan o'rin bo'shdi. "Ha, opa, qandoq bo'ldi? Ular qo'shilibdimi ya?"
Voy voy oğlum, xotin tap desa, oshundoq bir tegi pas qalandalarning qizini mi topamsan? Ha? Voy apa, bu nima degani endi? Qalanda bo'lsa, ota-onasi qalanda. Ota-onasini olmayman, men qizini olaman. Canım balam, sen ondaq degan bilan, o tegi pas qalandalar cho'tig'i qizini sana bermasmish. Nima? Nimishqandi? Voy voy, ashu go'day holiga boqmay qizini o'qitamishdi. Qizi tex kichikmish. Voy janay, voy onamay. Nari kichik u jumbaqni. 18 ga kiribdi, bo'ldi-ku ana. Menmuchu, mavdadanga 16 yoshga kirganda tekkan. Lekin o tegi paslar 18 yoshga kirib qolgan qizini kichik deb enak etib, seg'ib ichadigan o'xshaydi. Opisining bu gapini anglagan Odilning beshi tushib ketdi. Voy balam, bo'ldi ko'nglingni yerim qilmag'ina. Bo'ldi. O yaxshilik yarashmaydigan sahroliklarni unutib ket. Qara balam, meningcha ni do'stlarim bor. Ularningcha netisining oyidek chiroyli qizlari bor. Tex netisi menga gap agitib, voy Xonzoda adash, sizning o'g'linglar Odiljon ajoyib qimlashgan, isil, qo'lidan ish keladigan bola bo'ldi jumo. Bizmi bir sizning o'g'linglarda qo'lidan ish keladigan bolani ko'g'il qilib olgan bo'lsak, o'lsakmi arminimiz yo'qdi degan bola. Shu do'stlarimning qizlaridan-chi tanlab chekib, tirnoqda to'xtig'idek qiz ilib berman bolam sana. Apa, bu sening nimdigina? Mening ko'nglim bor, apa. Kimni kes olmayman men. Mening ko'nglim yaqin qiz bilan to'y qilish erkinligim bor-da. Ba'zida sen degan mening yolg'iz o'g'lim, sen uchun jinim pida, osmondagi oyni desam ilib berma deysa. Qani menga shuncha ko'ygining. Osh qizni olaman. Agar uni olmasam, bu uyga ikkinchi oyoq bosmayman men. Adil ishkirga kirib ketman. Adil, nima davotsa? What to score? Sen kimga shundoq davotsa, ha? Bu uyatsiz, bilib qol. Mao degan sening aponjimi? Bayatidan beri ayoli bilan o'g'lining gaplarini anglab jimmida o'ltirgan Qodirboy shundoq deb ochiqlab ketdi. Odil dadisining gapini anglab, ochiqlangan holda chiroyini purishtirib qo'ydi-da, tez-tez chiqib ketdi. Bo'ldi, apsi. O'g'limizning shu qizni olg'isi bo'lsa, ap berayli. Men yana bir qatam ularning uyiga odam avatib boqay. Ular mo qo'shilib qolar.